Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib bora oladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 1-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 11.940 so'm 95 tiyin bo'lib 38 so'm 65 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.814 so'm 49 tiyin bo'lib 34 so'm 1 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 152 so'm 68 tiyin bo'lib 50 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 38 tiyin bo'lib 30 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 136 so'm 50 tiyin bo'lib 44 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: pultop.uz kanali.